Assalamu alaykum. Aliya Sultan taam pişiriq salonidagi barliq güzel qizlar. Bugun sizlarga tanıştırmoqchi bo'lganimiz etliq dasturxonimizdan yarışqı bo'lgan gullik qiyiqcha tayyorlash usuli. Buning uchun ketilgan materiallar 700 gram odatdagi un, 2 dona tuxum, 75 gram puroqsiz sumay yoki tushitilgan sumay, 1 bal qo'shiq atrofida tuz. Men hozircha 200 gram sovuq suv tayyorladim. Bu suvning hammasi ketishi yoki ketmasligi mumkin. Ishib qolsa oshgan miqdorini, kemisa kemligan miqdorini deb beraman. Oldi bilan shu unimizga tuxum, sumay, tuz, suvni az-ozdan quyib, ching bo'shlig'ini chinroq lag'manning ximiridek ximir yug'irib olamiz. Xanim qizlar, mana unimizga sumay bilan 2 dona tuxumni chaqdim, tuzimizni soldim. Endi suvni naydim az-ozdan quyamiz. Suvni az-ozdan quyib, ximir yug'irib olsak bo'ldi. Ximirning yug'irilib bo'lgan oldin ko'raylik. Ximirning eti chinroq ximir bo'ldi. Xanım qızlar, mana ximirimizni yug'irib 4 dona suvliga ayirib oldim. Taxminan 240 gram atrofida. Chuqur to'kka ayran degan buningda o'lcham yo'q. Buningdan kichikroq suvliga ayirsanlar bo'ldi. O'zinglar qaysi aplik bo'lsa yeyishqa. Shu bo'yicha suvliq qilsanlar bo'ldi. Ishib qolgan azroq ximirimizni ama yeşil rangdan azroq rang berib, yeşil rangdagi ximir qilib olamiz. Buni yo'pirmoq shaklini chiqarish uchun qizlar. Shu xil oltiga o'taylik. Baya eskertmeptim hanımlar, şu ximirimiz üçün 200 gram suyunun hammasi ketdi. Belki bunun azroq ketishi mumkin. Ularninki suv sümirish iqtidori o'xshamaydi. Shunlashqa suv quyganda az-ozdan quyib shuğurunlar. Ma ximirimizni bo'lsa, yeşil rangda ranglantirib oldik. Endi har bir parcha suvimizni bir parchadan nip biz uyg'urning ximiridek yeyib tayyorlaymiz. Xanım qizlar, mana bir parcha ximirimizni nip biz yaydiq, naytib nip biz yaysizlar qizlar. Mana shundaqa. Buni ikki qo'l kenglikda manda qiyiqcha kesgich bilan hammasini oraliqni tapma tekshir qilib kesib oldim. Endi buni yo'gash usulini ko'rsatamiz. Xanım qizlar, mana qo'limizga yo'gash usulini ko'rsatib qo'yaylik. Dastlabki uchini endi sal namda bilinglar, ximiringlar chaplashmaslikni oldini olish uchun. Andan keyin aylantirsizlar qo'linglarga. Aylandırıp en ahırkı noktasını yana bir ketim çaplaydırsizlarcımı. Ay mayga kirgan vaqtda ajrab ketmaslikni oldini olish uchun mushtaq qilamiz qizlar. Endi buni cho'kini qistiramiz. Cho'kida tutib turib pishiramiz. Ash qo'linglar chiqib turgan yerga cho'kini silinglar. Andan keyin yana bir yerga yana ana o'xshash yo'nalishda endi tikpi topirib mayga solamiz. Mayga selish altını ko'ringlar. Tik bitti. Qo'linglar midrak ketmasin. Ash bitti o'ylaydi. Cho'kin chiqarib olmanglar. Ma bir tarafni chiqarib olsanglar bo'ldi. Yani birsi cho'qim muqim holatda turdi qizlar. Qaranglar, shunda chiroyli chechakildi hozir. Bu qetishib olgandan keyin, guli chiqib bo'lgandan keyin, ko'pib olgandan keyin buni hamda mayga cho'ktirib olasizlar. Asta cho'ktagandan keyin buni aytdim suzuk chiroyli pishib chiqadi. Tafsiliy suratga elindi qizlar, endi uyinglarda gullik qiyiq sala oladigan bo'ldinglar. Naytim chiroyli chechakildi bu. Qaranglar. Ko'ringlarmi? Chiroyliligini gullarning. Endi buni suzib ilib ustiga un shakar sepib bersak bo'ldi. Xanım qizlar, mana yeşil ximirimizdan endi mana yo'pirmoq shaklini chiqarib olamiz. Mana xil tamchi pranikning qilibida o'ysanglar bo'ladi. Shuni mushtaq qo'yib iliblam. Ma qiyiqcha kesgichimiz bilan cho'risini iz chiqarib kessanglar, mana o'xshash shaklda, ya'ni bundaq shaklda bo'ldi bu. Buni mayga silib pishirib chiqqandan keyingi holati mana jinli yo'pirmoq o'xshaydi qizlar. Shuningda shu qiyiqchimizdan ustiga bezak keltiramiz. Xanım qizlar, mana bu gullik qiyiqchalarimiz shunda chiroyli pishib chiqdi. Mana üstüden başlap biz endi eglekten ötküzüp un şekerini sepip çıkımız. Ben tek toluq sepip olamadım. Sepip olgandan keyin bayıqı biz pişirip algan mavi yo'pirmoqlarimizni o'zinglar xohlagan joyga bir taldan da qistirib chiqsanglar bo'ldi. Bu bir bezak hanımlar. Bir yerlarga so'g'atlik qilsanglarmi, dasturxon qilib olsanglarmi, noyitim chiroyli dasturxonga yarashadigan bir xil shakl bo'ldi. Bezab bo'lgandan keyin ko'rsatay.